Masjidlardagi jamoatga ulgurolmaganlarning jamoat bo'lishi to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Turkiyadagi masjid jamoalarda jamoat namoz o'qib bo'lgandan keyin masjidga kirganlar farz namozni jamoat bo'lib o'qimaydi ekan. Biz jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati 27 hassa bo'ladi degan hadisga asosan kechikib kirib qolganimizda jamoat bo'lib o'qidik. Qilganimiz to'g'rimi? Bu vaqtda dinimizda qanday ko'rsatma bor? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Barliq olimlar bir masjidda bir vaqtda bir farz namoz uchun ikki yoki bir necha jamoat bo'lib o'qishning haromligida birdek qarashda. Chunki bu jamoatlashishdan ko'zlangan birlikni, safni buzadi. Boshqalarning diqqatini chachadi. Masjid imomining haqqi hurmatini yo'qotadi. Ma'lumki, jamoat bilan o'qilgan namozning barakati va fazilati yolg'iz o'qilgan namozdan ortiq bo'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan 27 daraja ortiq. Yana bir rivoyatda 27 ning o'rniga 25 deb kelgan. Ya'ni jamoat bilan o'qilgan namoz yolg'iz o'qilgan namozdan 27 hassa ortiq savobga erishtirdi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kishining jamoat bilan o'qigan namozining darajasi uyida va bozorda o'qigan namozidan 25 hassa ortiq bo'ladi. Sizlarning qaysi biringlar tahoratni komil olib masjidga namozni ko'zlab kelsa, toki masjidga kelguchilik bosgan har bir qadami uchun Alloh u kishini bir daraja ko'tarib, bir xatoligini o'chirib o'tadi. U kishini namozli tutib turgan bo'lsa, masjidga kirgandan tartib namoz o'qigan hisoblanadi. Tahoratini so'ndirmay namoz o'qigan joyida bo'ladi ekan, farishtalar uning uchun: "Ey Alloh, uni mag'firat qilgin va uniga rahmat qilgin" deb duo qilib turdi. Jamoat namozidan keladigan 20 necha hassa savob masjiddagi jamoat bo'lib o'qigan namozni ko'rsatadiganligi yuqorqi hadisdan chiqadi. Bir kishi masjidga kirganida jamoatga ulgurolmagan taqdirda masjidda boshqa ulgurolmaganlar bilan birga jamoat bo'lib o'qib olsa bo'lamdi. Bu masalada olimlarning qarashlari o'xshash emas. Hanafi, Maliki, Shafi'i mazhab imomlari, shundaqla Avza'i, Savri, Lays qatorliq mujtahid imomlar va boshqa salaf solihlarni o'z ichiga olgan ko'pchilik olimlar kishilar o'tib turadigan yo'l bo'yidagi emas, mahallalardagi muqim imomi va jamoati bor masjidlarda jamoat namoz o'qib bo'lgandan keyin ulgurolmaganlarning ikkinchi qatim jamoat bo'lib namoz o'qishi makruh. Ulgurolmaganlar har biri yolg'iz o'qiydi deb qaraydi. Bularning ko'zda tutqani jamoat bo'lsa, birlik, barobarlikning asosi. Ko'ngillarning bir-biridan nafratlanmasligi bo'lsa, jamoatdan ko'zlangan nishondir. Agar ikkinchi jamoatga ruxsat qilinsa, jamoatlik buzilib, ayrilmoqchi bo'lgan har kim birini imom qilib, ayrim jamoat bo'lib o'qib oladigan vaziyat shakllanib qoladi-da, birlik buziladi. Shunga birlikni buzadigan zirar masjidimi namoz o'qish cheklangan. Demak, ikkinchi jamoatning shakllanishi bo'lsa, musulmonlarning birligini buzadigan omildir. Agar mahallalardagi masjidlarda ikkinchi jamoat makruh bo'lmaydigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidda jamoat bo'lib o'qishni qo'yib, uyida jamoat bo'lmasdi. Abu Bakr roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina atrofidan qaytib kelib namoz o'qimoqchi bo'ldi-yu, jamoatning namoz o'qib bo'lganligini ko'rib uyiga qaytdi va oila tavobatini yig'ib, ular bilan birga namoz o'qidi. Bu vaqtda salaf solihlardanmi ikkinchi jamoatning makruhligini ko'rsatadigan bayonlar va ish-izlar kelgan. Imom Shafi'i rahimahulloh mundaq deydi: masjidning muqim imomi bo'lib, bir yoki bir necha kishi jamoat namoziga ulgurolmagan taqdirda ular yolg'iz o'qiydi. Ularning u masjidda jamoat bo'lib namoz o'qishini yoqtirmayman. Jamoat bo'lib o'qib qolsa, ularning namozi jamoat namozi hisob bo'laverdi. Mening undaq qilishni yoqtirmasligimning sababi bu bizdan ilgirki salaf solihlarning qilgan ishi emas. Balki taqa ulardan ba'zilar undaq qilishni ayiblagan. Biz asli tutdikki, ulardan, ya'ni sahobalardan ba'zilari payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga jamoat bo'lib namoz o'qishga ulgurolmaganda, jamoat bo'lishga qodir turug'liq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabari bor holatda yolg'iz namoz o'qigan. Yana ba'zi bir guruhlar jamoatga ulgurolmay masjidga kelganida jamoat bo'lishga qodir turug'liq har biri ayrim o'qigan. Ular masjidda ikki qatim jamoat bo'lishni yomon ko'rganlikdan shundoq qilgan. Yuqorida Imom Shafi'i tilga olgan salaf solihlardan biri
Hazreti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'lib, Alqama bilan Asvad ikkalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan birlikda masjidga kelgan. Ularning kelishiga masjiddan yongan jamoat ularga uchirgan. Shuning bilan Ibn Mas'ud u ikkalanni elib uyiga qaytgan va ularning birini o'ng tarafida, yana birini so'l tarafida turg'izib, ularga imom bo'lib namoz o'qigan. Hasan Basri mundaq degan: Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahoba kiramlari namoz o'qilib bo'lgan masjidga kirganida yolg'iz namoz o'qiydi. Imom Malik rivoyat qiladi-ki, Abdurrahman ibn al-Mujabbar mundaq degan: Men Salim ibn Abdullah bilan birga juma masjidiga kirsam, jamoat namoz o'qib bo'lgan ekan, ular namozni jamoat bo'lib o'qib olmamdilar deb so'raydi u. Bir namoz bir masjidda ikki qatim jamoat bo'lib o'qilmaydi dedi. Ibn Vahb mundaq deydi: Ahli ilmlardan bir qanchasi menga Ibn Shihab, Yahya ibn Sa'id, Rabi'a va Lays qatorliq zotlardan shundoq qarashni aytib bergan. İmam Buxoriy Hazratlari sahihida bayon qilishicha, Hazrati Ibn Mas'udning shogirdi Hazrati Asvad jamoatga ulgurolmay qolsa, boshqa masjidga boradi. Demak, sahoba kiramlardan va salaf solihlardan kelgan yuqorqi bayonlarga asoslanib, Turkiyadagi masjid jamoalarda asosan ikkinchi jamoat bo'lmaydi. Bu Hanafiy mazhabiga qarshi bo'lmasdan, balki biz yuqorida bayon qilgan imomlarning va natchiligan salaf solihlarning, ya'ni ko'pchilikning qarshidir. İkinci cemaatning makruh bo'lishi birinchi jamoatni azaytadiganligi va ojizlatadiganligi sababidandir. Imom Sarxasi bu vaqtda mundaq deydi: Biz jamoatni avutishga buyurilganmiz. Jamoat namozini bir masjidda qaytlash bo'lsa, jamoatni azaytib etadi. Chunki kishilar jamoat qo'lidan ketadiganligini bilsa, jamoatga aldiraydi. Natijada jamoat aviydi. Jamoat qo'ldan ketmaydiganligini bilsa, jamoatga kechikadi. Natijada jamoat aziydi. Bunun bilan yo'l bo'ylaridagi masjidlarning mahalla ko'ydagilardagi masjidlardan farqi aniq bo'ladi. Chunki yo'l bo'yidagi masjidlarning muqim jamoati bo'lmaydi. Kim o'tsa, uningda namoz o'qiydi. Shunga uningda qayta jamoat bo'lib o'qish jamoatni azaytib etmaydi. Darvaqa bir mahalladagi masjidni o'ylab baqsaq, ulardan bir qismi imomni yoki jamoatni yoqtirmasligi mumkin. Navoda ular ko'pincha ikkinchi jamoat bo'lib o'qisa, mahalla jamoati ikkiga bo'linib, fitna fasod jamoatni bearam qilishi aniq. Bu ahvol vatanimizda ko'rilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va salaf solihlarimizning davrida bir masjidning jamoati izchil tariqada necha qatim jamoat bo'lib namoz o'qigan ahvol bo'lmagan. Keyincha musulmonlar tafriqchilik kesiriga giribtor bo'lganda, ba'zi diyorlarda bir masjidda bir namozni necha jamoat orqa-orqadan, hatto bir vaqtda tang o'qiydigan bo'lib ketgan. Imom Shafiiy islomning ruhini va nishonini intayin to'g'ri tushungan asosda bu nuqtani mundaq bayon qilgan. Salaf solihlardan ikkinchi jamoatni yomon ko'rganlari birlikni buzadiganligi va kishilarning imomning orqadan namoz o'qishdan qochib, u va uningdagilar namoz vaqtida masjidga kelmay, namoz o'qilib bo'lganda masjidga kirib namoz o'qiydiganligi jihatdan bo'lgan. Bundaq bo'lsa, birlik buzilib, talash-tartish yuz beradi. Makruhlik mana mushundan bo'ladi. Undaqda birlikka ta'sir ko'rsatadigan ahvollar ko'rilmaydigan bo'lsa, makruhlik bo'lmaydi. Masalan, muqim imomi, muqim jamoati bo'lmagan o'tang, bekat, bozor, yo'l bo'yi va doktorxonalarda kishilar kelib ketib turadigan joylardagi masjidlarda ikkinchi jamoat makruh bo'lmaydi. Buni imomlarimiz aniq bayon qilgan. Shunlashqa Imom Abu Hanifa rahimahullohdan ikkinchi jamoat 3 kishidan ortiq bo'lmasa makruh bo'lmaydi deganlik rivoyat qilingan. İmam Abu Yusuf rahimahullohdanmi mundaq deganligi kelgan. Ko'proq kishilarning ikkinchi jamoat bo'lib o'qishi makruh, ammo biri bir yoki ikki kishiga imom bo'lib, ikkinchi jamoat bo'lsa, imom turadigan joyda turib olmasa mayli. İmam Muhammad rahimahullohdanmi alohida to'plashib o'qimay, masjidning bir bo'lagida g'appida o'qib olsa bo'ladiganligi rivoyat qilingan. İmam Quduri rahimahulloh mundaq deydi: Masjid yo'l bo'yida bo'lib, uning muqim jamoati bo'lmasa, uningda ikkinchi jamoat bo'lib namoz o'qisa mayli. Chunki bu ahvolda ikkinchi jamoat bo'lish uning jamoatini azaytib o'tmaydi. Boshqa mujtahid imomlardanmi shunday naqllar bor. Demak, ko'pchilik olimlar ikkinchi jamoatni mutlaq cheklab olmay, birlik va ittifoqlikni buzadigan ahvollarda cheklagan. Navoda muqim imom ma'zini yoki jamoati bo'lmagan yo'l bo'yi yoki bekatga o'xshagan joylardagi masjid bo'lsa, yoki odatdagi masjid bo'lsa-mu, jamoatning xalq ko'p qismi ikkinchi jamoat bo'lib olmay, bir necha kishi ikkinchi jamoat bo'lsa, yoki bozor va idoralardagi muqim imom ma'zini
jamoati bo'lsa-mu, uninga muqim jamoatidan boshqa kishilar ko'plab kirib namoz o'qiydigan bo'lsa, bularning nazardimi ikkinchi jamoat bo'lish cheklanmaydi. Balki tag'i bu ahvolda ikkinchi jamoat bo'lib o'qish afzal. Hatto yo'l bo'yidagi masjid bo'lsa, egiz pastlik keltirib chiqarmaydigan bo'lsa, har bir jamoat o'z oldiga azon va takbir aytishmi afzal bo'ladi. Mana bu sababdan ikkinchi jamoat bo'lsa bo'ladiganligini ko'rsatadigan ba'zi dalillarmi kelgan. Va bularga asosan Imom Ahmad qatorliq bir qism olimlar masjidda ikkinchi jamoat bo'lib namoz o'qisa cheklanmaydi deb qaragan. Bulardan Imom Ahmad 3 haram masjidda ikkinchi jamoat bo'lish makruh, boshqa masjidlarda joiz deb qaraydi. Lekin yuqorqi ko'pchilik olimlarning ko'zda tutgan nuqtani asos qilib turib tahlil qilganimizda ikkinchi jamoat bo'lsa bo'ladi degan qarashdagilar keltirgan dalillarning hammasi asosan ko'pchilik olimlarning qarashiga zid kelmaydi, balki uni ta'kidlaydi. Bir alayliq Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja ortiq. Bu hadis ikkinchi jamoatning darajaga erishadiganligini ko'rsatsa-mu, lekin bu darajalar birlik barobarlikning simvoli bo'lgan birinchi jamoatni, birlikka ta'sir ko'rsatmaydigan ikkinchi jamoatni ko'rsatadi. Hargizmi birlikka ta'sir yetkazadigan ikkinchi jamoatni ko'rsatmaydi. Chunki islomning jamoat namoziga targ'ib qilishi bir masjidda ikkinchi jamoatning shakllanishini yomon ko'rishiga zid kelmaydi. Shunga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu masjidda jamoat bo'lib o'qimay, uyida jamoat bo'lib o'qigan. Yana bir hadisda Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi yolg'iz namoz o'qiyotgan bir kishini ko'rib, "Ma'u kishiga sadiq qilib birga namoz o'qishib beradigan birarsi yo'qmi?" dedi. Bir kishi uning bilan birga namoz o'qidi. Bu hadisda ikkinchi jamoat bo'lib berish orqali 26 darajaga erishish fursatini yaratib berishni sadiq qilish deb atagan. Va bular ikkinchi jamoat bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yuqorida bayon qilinganidek ko'pchilik olimlarmi bir necha kishining bu tariqada ikkinchi jamoat bo'lib namoz o'qishini cheklamagan. Demak, bu hadis qarash o'xshash bo'lmagan masalaga dalil bo'lmaydi. Uning ustiga bu ahvolda jamoatning birligiga ta'sir yetkazish bo'lmaydi. Ammo bir to'p kishi izchil holda ikkinchi jamoatni shakllantirsa, bu boshqa ahvol. Ham uningda sadiq qilishmi mavjud emas. Imom Buxoriy hazratlari sahihida bayon qilishicha, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu namoz o'qilib bo'lgan bir masjidga kelib, azan va takbir aytishga buyurib, jamoat bo'lib namoz o'qigan. Bu rivoyatmi ko'pchilik olimlarning qarshiga dalil bo'ladi. Chunki bu rivoyatning tafsiriy variantlarida Anas radhiyallohu anhu ma'lum bir masjiddan 20 ga yaqin xizmatchilari bilan o'tib ketib, namoz o'qish uchun o masjidga kirgan bo'lib, namozdan keyin ulg'og'iga minib yurib ketgan. Buningdan Anas radhiyallohu anhuning o masjidning muqim jamoati emasligi, yo'lovchi ekanligi oydinlashadi. Ayrim azan va takbir aytishmi buni ta'kidlaydi. O masjidni ba'zi rivoyatlarda Bani Sa'laba masjidi, yana ba'zisida Bani Rifa'a masjidi, yana ba'zisida Bani Zurayq masjidi deb atagan. Osman al-Batti mundaq deydi: "Men Hasan Basri, Sabit al-Bunani bilan jamoati namozni o'qib bo'lgan bir masjidga kirgan edim. Sabit azan takbir aytdi, Hasan oldiga chiqib bizga imom bo'ldi. Men uningga: "Ey Saidning otasi, bu makruh bo'lmamdi?" desam, u: "Nimishqa makruh bo'ladi ekan?" dedi. Mana bu rivoyatni tahlil qiladigan bo'lsak, yuqorqi ko'pchilik olimlarning bayon qilgani bo'yicha bir necha kishi bo'lib qolsa makruh bo'lmaydi. Uning ustiga Hasan Basrining o'zidan ikkinchi jamoat makruh bo'ladiganligi to'g'risida biz yuqorida sahih rivoyat keltirgan edik. Demak, yuqorqi va bu rivoyatlar birlik va ittifoqlikqa ta'sir etmaydigan ahvolda ikkinchi jamoat makruh bo'lmaydiganligini, ta'sir etadigan ahvolda makruh bo'ladiganligini ko'rsatadi. Shunlashqa Imom Bayhaqi Hasan Basrining makruh deb qargan rivoyatiga qarata mundaq degan: Hasan Basrining jamoat bo'lib namoz o'qilgan yerda ikkinchi jamoat bo'lib o'qishni makruh deyishi ittifoqlikqa ta'sir yetkazadigan ahvolga qaratilgandir. Yana taqa Osman al-Battining "Men Hasan Basri, Sabit al-Bunani bilan jamoati namozni o'qib bo'lgan bir masjidga kirgan edim" degan so'zi ularning o masjidning jamoatidan emasligi, balki shu mahalladan o'tib ketayotganlardan ekanligini ko'rsatadi. Buning bilan bu rivoyat ko'pchilik olimlarning qarshiga keltirgan dalillariga mos keladi. Buningga o'xshab qoladigan yana bir misolni olsak, Ma'mar rivoyat qilib deydi: "Men Ayyub as-Saxtiyani bilan Makkadan Basragacha hamsafar bo'ldim. Biz jamoati namoz o'qib bo'lgan bir o'tanga kelganimizda Ayyub azan takbir aytib bizga imom bo'lib namoz o'qib berdi.
Ayyub As-Saxtiyaniydan yana yuqorqi ko'pchilikning qarshidek rivoyatmi kelgan bo'lib, bu rivoyatlar bir-biriga zid kelmaydi. Chunki ko'pchilik olimlarmi yo'l bo'yidagi o'tanglardagi masjidlarda ikkinchi jamoatni afzal deb qaraydi. Ana shu tariqada barliq dalillarni shariat ko'zlagan maqsadlar nuqtasidan tahlil qiladigan bo'lsak, bu masaladagi hukmni bir jumlaga hisoblash mumkin. U bo'lsa-mu jamoatning birligi va ittifoqligiga ta'sir yetkazmaydigan ahvollarda ikkinchi va uningdan keyingi jamoat afzal. Ta'sir yetkazadigan ahvollarda makruh hatto harom. Agar bir kishi jamoatga ulgurolmay masjidga kirsa, yana bir yoki bir qancha kishi bilan jamoat bo'lib namoz o'qisa bo'ladi. Yo'l bo'yidagi bekatlardagi aerodrom, vokzallardagi jamoat uzilmaydigan masjidlarda orqa-orqadan jamoat bo'lib namoz o'qisa bo'ladi. Hatto to'ydan, iftordan yoki boshqa mehmondorchilikdan yalgan bir to'p biroqla mahalla masjidiga kirib jamoat bo'lib namoz o'qisa bo'ladi. Buning afzalligida gap yo'q. Chunki hadislarda kelgandek jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja ortiq. Kishining bir odam bilan o'qigan namozining savobi yolg'iz o'qiganninkidan ortiq. Uning ikki odam bilan o'qigan namozining fazilati bir odam bilan o'qiganninkidan ortiqdir. Namoz qanchaki ko'p kishi bilan ado qilinsa, Alloh taologa shuncha suyimlik bo'ladi. Ammo mahalla masjididagi jamoatning birligiga ta'sir yetkazadigan, uni azaytadigan tariqada izchil ikkinchi va uchinchi jamoatni shakllantirish bo'lsa, nafrat chechish, musulmonlar sabini ojizlatadiganligi jihatdan makruh bo'lib qolmay, harom darajasiga bordi. İmam va jamoat namozga turib bo'lguncha ayrim jamoat bo'lib o'qib olishmi ittifoqlikqa ta'sir yetkazadigan bo'lg'achqa o'xshashlik cheklanadi. Ammo yo'l bo'yida bo'lmagan mahalla masjidida musofir kishilardan bir qanchasi azon o'qilishi bilan namoz o'qilib yo'liga mangan bo'lsa, imom jamoat bilan belgilangan vaqtda azon takbir tovlab namoz o'qisa, garchi bular ikkinchi jamoat bo'lsa-mu, bu makruh doirasiga kirmaydi. Chunki bu ularning haqqi. Agar yo'l bo'yidagi yo'lovchilar o'tib turadigan masjid bo'lib qolsa, har qatimda azon takbir tovlab jamoat bo'lib namoz o'qishga bo'ladi. Chunki bu xil masjidlarning muqim jamoati bo'lmaydi. Ammo mahalla masjidida ayrim azon tovlashga bo'lmaydi. Shunga ikkinchi jamoatni makruh demagan Imom Ahmad va Hanbali mazhabimi ittifoqlikqa ta'sir yetkazadi deb 3 haram masjidda ikkinchi jamoatni makruh degan. Lekin ittifoqlikqa ta'sir yetkazish xavfi bo'lsa, boshqa masjidlardami makruh bo'lishi kerak. Bu sababdan Hanbali mazhab olimlaridan ko'pchilik olimlarga o'xshash imomi bor, yo'l bo'yida bo'lmagan masjidlarni 3 haramga o'xshash deb qaraganlarmi, 2-3 kishi jamoat bo'lib o'qisa mayli deganlarmi ko'p. Valhasil jamoatning birligi va ittifoqligiga ta'sir yetkazmaydigan o'rin va qisman ahvollarda jamoatga ulgurolmaganlarning jamoat bo'lib o'qigani afzal. Ta'sir yetkazadigan ahvollarda makruh, hatto harom. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 3-tom.